Assalomu alaykum, Qo'qon Qulpina ishqibozlari. Bugun 2025-yil 2-noyabr. Ko'chatlarimizga o'g'itli suv berish jarayonini sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Basseynimiz 5 tonnalik, hozir toza suvda o'zini beryapmiz. To 1 tonna qolguncha, 1 tonna qolgandan keyin bunga o'g'itli suvlarimizni aralashtirib beramiz. Bu Teplisamiz ichidagi holat. Hozir yarmidan ko'p ketib qoldi. 1 tonna qolsa boshlaymiz. Mana xudo xolasa margin sulfat, kaliy fosfor, kaliy nitrat va kaliy monofosfat va temir. Mana shu 1 tonna suvga mo'ljallaganmiz. 1 tonna suvga shuni aralashtiramiz. Hozir sizlarga screenshot qo'yasizlar, ro'yxatini ko'rsatib qo'yaman. 1 tonna suv. Mana endi suvimiz 1 tonna qoladi. 5 tonna suvdan 4 tonnasi kirib ketdi. Ko'chatlarga 1 tonnaga aralashtirganimizda rangi mana shunaqangi bo'ladi. Temir qo'shiladi, temir mana shunaqangi qizg'ich bo'ladi. Manfaatli video bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.